Barchaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda bilamiz Telegram yulduz hozir Telegramda rasmiy monetasi sifatida chiqqan va mana shu yulduzlarni qanday qilib bepul olish yoki yulduz Telegram Stars ya'ni yulduz ishlashni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Isbot tariqasida mana ko'rsatib o'taman. Mana 13 ta yulduzim bor. Buni o'zim ishlab topganman. Mana shu hozir mana shuni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bugun 17-aprel, mana sanani ham tepadan tushirib ko'rsatib qo'yaman. Mana 17-aprel ko'rishingiz mumkin. Hozir 20:41 soat. Bu yerda mana bu yerda ko'rsatib qo'yapti. 17-aprel 18:50 da kelib tushgan. Bu haqda mana kanalimga post joylaganman. Mana 17-aprel 18:42 da mana ko'rishingiz mumkin. Buni bizga jo'natishgan. Hadiya olindi 15 ta, ya'ni Selfor bizga 13 ta beriladi. Xullas jo'natilgan. Buni o'sha paytdayoq kanalimga joylab qo'yganman va undan oldin postimda buni qanday qilishlik kerakligini ko'rsatib o'tganman. Xullas havola описаниеda va kommentariyada bo'ladi. Shu havolaga o'tamiz va mana bu yerda foydali 7 bot bor. Mana shunga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng mana shu kanalimiz bor. Bu yerda mana birinchi bo'lim bor. Mana shuni ustiga bosamiz va bizga havola beradi. Va o'sha havolani ustiga bosamiz. Bosdik mana. Endi mana shu havolani ustiga bosib kirib olamiz. Shu botga kiramiz. Kirganimizda mana shu holat ochiladi. Buni bir kunda ishlab topishingiz mumkin. Buni o'zim 1 soatda ishlab topib qo'ydim. 1 soat ham ketgani yo'q, bir uzog'i bir 10 minut ketdi. Xo'p, endi nima qilamiz? Hozir men sizga ko'rsatib o'taman. Bu yerda menyular bor, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda zadaniya turibdi mana yerda. Mana zadaniya. Bunda bitta yoki ikkita kanalga podpiska bosib chiqadi. Menda bajarilgan. Mana shu zadaniya bosib, o'sha 3 tami 4 tami kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bunga ham qanchadir yulduz beriladi. Xo'p, endi mana bu yerda заработать звезды deb qo'ygan, ya'ni bu yulduz ishlash. Shuni ustiga bosamiz. Ha aytgancha men sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana tepada mana bu yerda ishlanganlar turibdi. Teparoqda bo'ldi hozir. Hop, pastroqda bo'lish kerak mana. Patrik sizga sovg'angizni yubordi. Iltimos, sharh qoldiring, yangi sovg'a uchun pul ishlashni boshlang. Ya'ni o'sha sovg'ani yuborgan odam chiqyapti. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Mana buni ustiga bosamiz. Mana tasdiqlanganlarga yuborilgan hisoblanadi. Mana shu havolani o'sha paytda tashlagan. Xo'p. Izoh qoldirish uchun havola tashlagan ekan. Xullas mana endi nimadan tashqari 5 ta do'stimiz taklif qilishimiz kerak yoki 5 ta xohlaganingizcha taklif qilishingiz mumkin. Mana 3 ta yulduz beriladi bitta do'st uchun. Minimal 15 ta chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu sizning havolangiz. Bosib taklif qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yulduzlarni nimalarga ishlatishimiz mumkin? Bu haqda ham ma'lumot berib o'taman. Mana shu havolani tarqatishingiz kerak bo'ladi va pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Xo'p, endi tarqatdik. Bizda 15 ta yulduz bo'ldi. Endi nima qilamiz? Bu yerdan mana вывод звезд turibdi. Mana shu bo'limga bosamiz. Ya'ni bu yerda chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Minimal 15 ta. Mana shularni ustiga bosamiz. Xohlagan bittangiz bosasiz, sizga sovg'a jo'natadi. Xullas 25 taga boshqacha sovg'a. Mana shularni yulduzga almashtirib olasiz. Sizga sovg'a jo'natadi hadiya. Mana shuni yulduzga aylantirib olasiz. Mana bot hozircha ishlayapti. Hech qanday pul to'lamay qolgan joyi yo'q, lekin hozircha kirib bemalol ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir isbot tariqasida ko'rsatib o'taman. Chiqarish tasdiqlangandan so'ng xuddi shunaqa Patrik profilidan sizga mana shu hadiya yuboriladi. Mana shu hadiya
15 ta turibdi, lekin 13 ta beriladi sizga. Mana sana ham ko'rinib turibdi. OK tugmasini bosib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday qilib olishingiz mumkin. Xullas, mana shu bot yordamida yulduzlarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Uzoq 24 soat ichida tushadi pul. Ya'ni sizni pul chiqarish haqidagi arizangiz tasdiqlanadi. Xullas, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Albatta kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, sog' bo'ling, salomat bo'ling.